mashina burilib turib, bolalarim bosib ketgan. Avtomobil boshqargan ayol atigi 4 yoshli bolani bosib ketgan. Ularni magazin oldida qo'rqitibdi. Aytmaslikni talab qilish ham alohida javobgarlik hisoblanadi. Haqiqatan ayol kishi mashinada bosib ketganini man adamlarga aytmasdan voqea joyida qochib ketgan. Bundan tashqari bolaga tibbiy yordam ko'rsatmasdan voqea joyini tark etish holatini alohida jiddiy holat sifatida baholanadi. Bolalaringni bosmayapman, sani isboting bormi dedi, men o'shanga 6 kun davomida esa voqeaga aloqadorligini butunlay inkor etgan. pravasi ham yo'q ekan, bizga ma'lum bo'lishicha ayol kishining pravasi ham bo'lmagan. Bundan tashqari oilaga ko'ra ayolning transport vositasini boshqarish uchun tegishli hujjatlari ham bo'lmagan. Mana endi oradan 3 oy o'tyapti, lekin hali ham sud bo'lgani yo'q, boshqa yo'q. Unaqa insonlar вообще mashina haydashga umuman yaqinlashishi ham kerak emas. Bugun men sizlarga 3 oydan beri hal etilmay kelayotgan, ammo hech kimning e'tiborini tortmayotgan bir voqea haqida gapirib beraman. 21-may kuni Toshkent viloyati Toshkent tumani Alisher Navoiy ko'chasida avtomobil boshqargan ayol atigi 4 yoshli bolani bosib ketgan. Oila ma'lumotlariga ko'ra, haydovchi bolaga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatmasdan voqea joyini tark etayotib, bolalarga hech kimga aytmaslikni ham so'ragan bo'lishi mumkin. 6 kun davomida esa voqeaga aloqadorligini butunlay inkor etgan. Video dalil ko'rsatilgandan keyingina tan olishga majbur bo'lgan. Bundan tashqari oilaga ko'ra ayolning transport vositasini boshqarish uchun tegishli hujjatlari ham bo'lmagan. Haydovchi ayolning bu harakatlarini Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan zudlik bilan malakalab, ayb e'lon qilinishi kerak deb hisoblaydi. Bundan tashqari bolaga tibbiy yordam ko'rsatmasdan voqea joyini tark etish holatini alohida jiddiy holat sifatida baholanadi. Bu shunchaki yo'l qoidabuzarligi emas, balki javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat. Hatto alohida huquqiy baho talab qiladigan holat sifatida ko'rilishi kerak. Xuddi shunday guvoh va jabrlanuvchilarga voqea haqida hech kimga aytmaslikni talab qilish ham alohida javobgarlik hisoblanadi. Ana shu joyda savol tug'iladi. Agar qonun shunchalik aniq bo'lsa, nega 3 oy davomida tegishli organlar bu harakatlarga hech qanday rasmiy baho bermagan? Oila Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasiga bir necha bor murojaat qilgan, ammo bugungi kungacha ayolga chora ko'rilmagan. 3 oy bu oddiy tekshiruv uchun ortiqcha darajada uzun muddat hisoblanadi. Biz shu savollarga Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasidan rasmiy javob kutib qolamiz. Aka, mana shu bo'lgan holat, o'zimning farzandimda bo'lgan holat 21-may kuni kech payt chiqib ketishgan bolalarim, shomda uyimdagilar magazinga chiqazib olishganda, bolalarim yo'l chekkasida chiqib ketishayotganda mashina burilib turib, bolalarim bosib ketgan. Kichkina bolamni bosib ketib, keyin birinchi yordamni ko'rsatmasdan bolalarim qaytmagandan adamlar ko'chani boshiga chiqib turgan bo'lganlar, ko'chani boshiga chiqsalar, qarasalar, katta o'g'lim, kichkina o'g'limni apchilab olib ketgan bo'lgan. 4 yashar bolam, 8 yashar bolam apchilab olib ketgan ekan. Adam nima qildi desalar, yiqilib tushdi deb aytibdi katta o'g'lim. Shokuy sostoyaniga tushib qolgan. Ana Nexia 3 mashinasidagi ayol kishi bosgandan keyin ularni magazin oldida qo'rqitibdi. Birinchi yordamni ko'rsatmasdan, o'zini mashinasiga o'tkazmasdan, orqasidan kuzatib kelib, bolalarim ko'tarib kelgandan keyin, bolalar, katta bolam, kichkina bolam apchilab olib kelgandan keyin orqasidan Nexia 3 dagi ayol kishi kuzatib kelib, adamlarga kech bo'lganda nima ko'chaga chiqazasizlar, bolalarni qaramaysizlarmi deb turib tuhmat qilib ketgan. Endi men uyga kelgandan keyin qarasam, nima bo'ldi, holat ko'rgandan keyin nima bo'ldi desam, yiqilib tushibdi dedilar. Mayli, xo'p dedim, lekin o'g'il bola qanaqa qilib sonini 10 tomon, ichki tomoni bilan yiqilishi mumkin? O'sha holatni ko'rdim, adamlardan so'radim, endi bitta joyi odam bo'lsa, kimgadir tuhmat qilib qo'ymagan, bir zikr qilmagan, mayli qo'yaver dedilar. Shunda ham baribir asab buzilgan. Bolam 5 kun yura olmasdan yotdi bitta joyda. Keyin bir haftadan keyin o'sha kamerani ochish harakatini qilib ochtirib qarasam, haqiqatan ayol kishi mashinada bosib ketganini men adamlarga aytmasdan voqea joyida qochib ketgan. Keyin men bir zikr qildim, bir zikr qilgandan keyin Brizik xodimlari u xodim bilan gaplashishgan, topishgan uni. Oradan bir soat o'tgandan keyin uyimizga kelgan. Men bolalaringni bosmadim deb, bolalaringni bosmayapman, sani isboting bormi dedi. Men o'shanga videoni tashlab berdim. Shu videoni tashlab bergandan keyin uyimizdan indamasdan chiqib ketdi. Kechki payt ukasi keldi. Xatga borish kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak dedi. Xo'p, mayli, ukasi bilan bordik, ko'rsatdik, boshqa qildik.
Keyin biz ikki o'sha xodimlari bilan biz ko'rishdik. O'sha doznavatelь bizning ishimizni ko'rayotgan odam bilan gaplashdim. Ariz yozib bering dedi. Oradan уже 10 kun, уже 2 hafta o'tdi. Уже 20-chisligi, уже 20 kunga borgandan keyin уже siz ekspertizaga bolangizni olib borib keling. Ekspertiza xulosa berish kerak deyapti. Xo'p, ekspertiza xulosasiga olib boramiz. 20 kunning ichida ekspert yengil tan jarohati deb bergan. Vaholanki bu narsani issig'ida ko'rganda bolam 5 kun yura olmasdan yotdi. Ko'rgan odam og'ir tan jarohati deb berardi yoki o'rta tan jarohati deb berardi. Keyin men GAI xodimidan so'radim, o'sha doznavateldan so'rasam, nechinchi moddalar bo'yicha ko'ryapsiz, qanaqa ish olib boryapsiz desam, 234, 236 moddalar bo'yicha ko'ryapmiz dedi. Lekin men aytdim, nimaga 234, 236 bilan ko'ryapsiz? Nimaga 117-modda bilan ko'rmayapsiz desam, 117 bilan bo'lganda, unda ekspert xulosasida og'ir yoki o'rta tan jarohati deb berganda, hop bizga yengil tan jarohati deb beryapti, o'sha bo'yicha ko'ryapmiz deb menga shunaqa dedi. Mana endi oradan 3 oy o'tyapti, lekin hali ham sud bo'lgani yo'q, boshqa yo'q. Endi prokuraturaga chiqib yozaman desam, sud bo'lish kerak ekan, ishni boshqa joyda ko'rsatish kerak deganda, uning uchun sud bo'lgan bo'lish kerak ekan, apellyatsiya qilib turib delani olib boshqa joyda ko'tarish mumkin ekan. Lekin hali hech kim telefon qilmadi. Bo'lgan holat bo'yicha o'sha tegishli chora ko'rish so'rayman. Ayol kishini pravasi ham yo'q ekan, bizga ma'lum bo'lishicha, ayol kishining pravasi ham bo'lmagan. Unaqa insonlar вообще mashina haydashga umuman yaqinlashishi ham kerak emas. Menga kelib turib uyimizga kelib shantaj qilib o'zicha nimadirlar deb вообще boshqacha holatga solib ketdi bizani. O'shanga tegishli chora ko'rib berishlarini so'rayman iltimos qilib.